Erkin Asya Radyosu xabarida dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhojiratlik Uyg'urlar o'zlarining kimligini saqlab qolish va rivojlantirishda turli qiyinchiliklarga duch kelgan. Bo'libmi muhojiratda yashayotgan xattat, rassom, muzikanit qatorliq Uyg'ur san'atkorlarga ularning talantini joriy qildirilgan muvofiq shart-sharoit hozirlab, Uyg'urlarning xirisga duch kelayotgan san'at madaniyatini muhojiratda saqlab qolish va rivojlantirish ta'xirsiz masalalarning biriga aylangan. Sharq Turkistonda tonilgan danglik Uyg'ur fotograf xattat Abdukim Ahmad ana shu Ozsondagi o'z vatani sirtida yashayotgan san'atkorlarning biri bo'lib, 2017-yil sentabr oyida oilasi bilan Amerikaga ko'chib kelgan hamda o'zining san'at jihatdagi talanti orqali muhojiratda Uyg'ur madaniyatini tonitishni davom qilib kelgan. O xattatlik san'atining tarixiy qimmatini ta'kidlab, Uyg'ur madaniyatining yorqin namoyandalarining biri ekanligini, o'zi qimmatli deb qaragan Uyg'ur san'atini muhojirat saqlab qolish va keyingi avlodlarga yetkazishning yo'llari haqida izlanganligini, Bostonda yashayotgan Uyg'ur yoshlari bilan birlashib, Massachusetts shtatining har qaysi millatlarning o'z madaniyatini qo'g'dash turiga ajratgan madaniyat programmalariga iltimos qilganligini, natijada mazkur shtatning ommaviy madaniyat kengashi yo'l qo'ygan an'anaviy san'at turlari uchun shogird tarbiyalash turi bo'yicha Uyg'ur xattatligini o'rgatish uchun sungan iltimosining bu yil sentabr oyida qabul qilinib, Uyg'ur xattatlik darsining rasmiy o'tilayotganligini bildirgan. Abdukim Ahmad muhojirat yashayotgan sonliq va qimmatli san'atkorlarning agar turmushi kapolatga ega bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur madaniyatini chet ellarda saqlab qolish va rivojlantirishda eng hal qilg'uch rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Abdukim Ahmad 1963-yili 1-may kuni Baying'o'lin Mo'ng'ul avtonom oblastining Xo'shut nahiyasida tug'ilgan bo'lib, Sharq Turkistonda nashr qilingan nopozliq gazet jurnallarda ko'plagan husn xat va fotosurat asarlari e'lon qilingan. 2012-yil sentabr oyida Amerika Davlat Jug'rofiyasi jurnali o'rinlashtirgan Xitoy rayoni fotosurat musobaqasida Tabiiy qum yeza nomli asari tanlanish mukofotiga erishgan ekan. Kanada Toronto Universiteti Puhralar tajribaxonasi 14-dekabr kuni doklad e'lon qilib, Xitoy soqchilarining pichak gulni tekshirish sonliq ma'lumotlarining keng ko'lamda to'playotganligini o'ttirib qo'ygan. Pichak gulni farqlantirish texnikasi ko'zdagi pichak gulni farqlantirish uchun yasalgan texnika bo'lib, asosliqi shaxsiy uchurlarni dalillashda ishlatilib, kishilarni birma-bir to'g'ri moslashtirdi ekan. Pichak gulni farqlantirish texnikasi bir necha sekundda odamning haqiqiy kimligini to'g'ri belgilaydigan bo'lib, kimlik va pasport qatorliq an'anaviy kimlik dalillash usullari shundaqla barmoq izi, ovoz, chiroy va DNA qatorliq biologiyalik farqlantirish texnikasidan ilg'or ekan. Puhralar tajribaxonasining dokladida yana 2022-yil 8-yanvardan 26-sentabrgacha Xitoy soqchilari Qinxay o'lkasining 3 rayonidagi 1.200.000 dan 1.400.000 odamgacha pichak gul tekshirish sonliq ma'lumotlarini to'plagan ekan. Mutaxassislar buning faqat bir sinoq turi bo'lishi mumkinligini tahlil qilib, Xitoy muvaffaqiyat qozonganligini his qilgandan keyin butun Xitoy o'lkalariga kengaytib barliq xalqni nazorat qiladi ekan. Indoneziya yangi jinoiy ishlar qonuni ma'qullab, kommunizm va marksizm, leninizmni tashabbus qiluvchilarni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qiladi ekan. Mutaxassislarning qarashicha, bu dunyo xarakterlik mudofaasining Xitoyga qarshi umumiy yuzlanishi ekan. 6-dekabr kuni Indoneziya Davlat Majlisi jinoiy ishlar qonuniga tuzish kirgizib, qonun loyihasining 188-moddasida Indoneziyada kommunizm va marksizm, leninizmni tashviq qilganlarga davlat bexatarligi ziyon yetkazish jinoyati bilan jazo berilganligini, kommunizm va marksizm, leninizmni og'zaki, yozma yoki axborot shaklida oshkora tarqatuvchilarga va yoki taraqqiy qildiruvchilarga 4 yildan yuqori muddatli qamoq jazosi berilganligi. Agar yuqorqi harakat Indoneziya qurishdagi 5 prinsipni o'zgartsa yoki uning o'rnini olsa, eng yuqori 7 yil qamoq jazosi berildi ekan. Tarixiy sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Indoneziya 1960-yillarda kommunizmning eng yuqori pallasiga chiqqan bo'lib, kompartiya a'zolari millionga yetgan ekan. 1965-yilga kelganda Indoneziya hukumati keng ko'lamda kommunist kuchlarni yo'qotishga, kommunizmni cheklashga boshlagan ekan. Yaqinqi yillarda Xitoy bilan Indoneziya o'rtasidagi iqtisodiy va savdo munosabati cho'nqurlashgan bo'lsa-mu, ammo ikki davlatning ideologiyasi yanil farqli bo'lgan. Kommunizmga simvol qilingan o'rg'oq, bolqa va qizil bayroq Indoneziyada tubdan cheklangan. Mutaxassislarning bildirishicha, qattiq qonun bilan oldin olish tadbirlari bilan bundan keyin Xitoyning Indoneziyadagi keng ko'lamli tashviqot bo'shlig'ini texmi taraytgan ekan.
16 dekabr kuni Yaponiya 3 bexatarlik kapolati hujjatini ma'qullab 320 milliard Amerika dollari xarjlab Yaponiyaning armiyasini kengaytmoqchi ekan. Kishida kabinetining yangi harbiy kengaytish plani bo'lsa, 5 yil ichida Yaponiyaning yillik mudofaa xamchotini bir qatlab, davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatini 0.2% ga o'stirdi ekan. Yaponiya 1976 yildan boshlab davlat mudofaa xamchotini davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatining 0.1 bilan cheklangan. Ammo Kishidaning plani bu chekni butunlay o'zgartgan ekan. Shundaqla bu Yaponiyani Amerika va Xitoydan qolsalar dunyodagi 3-cho'ng harbiy chiqim xarajat qilguvchiga aylantirgan. Strategik hujjatda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, zo'rlik ishlatishini cheklaydigan qonunlarga ig'ir xiloflik qilib, xalqaro tartibining ulug' ta'sir ko'rsatganligini, Xitoy Yaponiyaning duch kelgan eng cho'ng strategik raqobatchisi ekanligini ta'kidlagan.